15 minutda shunaqa nonushta tayyorladim. Lekin bu nonushtan tayyorlab ko'rib afsuslandim. Nega afsuslanganimni video oxirida aytib o'taman. Qiymani shunaqa har xil ziravorlar, perslar bilan sochni qilib qovurib olasizlar. Lavashlarni ichiga solib, zichroq qilib o'raylar. Xohlagan idishingizga solib, ketchuplarni surib olib, o'zingizlar hayoqtirgan sirdan sepib 5 minutda duxovkaga qo'yib eritib olasizlar. Shunaqa ham mazali nonushta tayyor bo'lishini oldinroq bilmaganimga afsuslanib ketdim. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Videoni saqlanib qilib, yaqinlaringizga ham ulashishni unutmanglar. 15 minutda shunaqa nonushta tayyorladim. Lekin bu nonushtan tayyorlab ko'rib afsuslandim. Nega afsuslanganimni video oxirida aytib o'taman. Qiymani shunaqa har xil ziravorlar, perslar bilan sochni qilib qovurib olasizlar. Lavashlarni ichiga solib, zichroq qilib o'raylar. Xohlagan idishingizga solib, ketchuplarni surib olib, o'zingizlar hayoqtirgan sirdan sepib 5 minutda duxovkaga qo'yib eritib olasizlar. Shunaqa ham mazali nonushta tayyor bo'lishini oldinroq bilmaganimga afsuslanib ketdim. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Videoni saqlanib qilib, yaqinlaringizga ham ulashishni unutmanglar.